Bolalarda nutq rivojlanishining kechikishi. Nutq rivojlanishining kechikishi lug'atning sifat va miqdor jihatdan kamligi va izchil nutqning yetishmasligi bilan tavsiflanadi. Sabablariga ko'ra organik va ijtimoiy bo'ladi. Organik minimal miya disfunksiyasi, ya'ni perinatal ensefalopatiyalar, erta yoshdagi kasalliklar, bosh jarohati, noto'g'ri ovqatlanish va bolani zaiflashtiradigan tez va uzoq muddatli kasalliklar. Ijtimoiy nutqiy rivojlanishining kechikishiga oilada muloqotning kamligi, bolaning so'zlashiga talabning yo'qligi, bolani haddan tashqari himoyalash ham uning nutq rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yosh bolani haddan tashqari ma'lumotli muhitda bo'lishi ham zararli. U yerda u haddan tashqari ko'p ma'lumot oqimiga duch keladi. Bu ham bolani yoshiga mos kelmaydi. Bunday holatda bola so'zlarni tinglamaslik va so'zlarning ma'nosini tushunmaslikka odatlanib qoladi. Bola bilan nutq rivojlanish faoliyati qanchalik erta boshlansa, natija shunchalik tez va muvaffaqiyatli bo'ladi.